Yukarı vaziyet tahlilimizge münasebetlik leksiyele endi vatandaşım. Bugünkü sağış 2021 yıl 10. ayının 27. günü. Mavzumunda vatandaş Tayvan meselesi boyunca yana bir qatımlıq buran çapqon kötürüldü. Devlet İşler Katibi Antony Blinken eğer bayanat ilan kıldı. Mavzulu haber 10. ayının 26. günü Benvitor bitidi ilan kılındı. O şaşlı bir vaxtda Amerika avazı bu haberini mundak mavzu asidi ilan kıldı. Antony Blinken Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo barliq devletlerini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birlikda Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasiga qatnashishini qo'llash to'g'risida rag'batlantirdi. Bu Amerika ovozi qo'ygan mavzu. Aslida xabar e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Antony Blinken haftaning 2. kuni 10. ayning 26. günü mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı sistemasiga qatnashishini qo'llaydi. Tayvan allaqachon muvaffaqiyat qozongan demokratiyaning hikoyasiga aylandi. Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo barliq devletlarni Amerika bilan birlikda Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasiga qatnashishni qo'llashga rag'batlantirdi. Tayvanning xalqaro jamiyatga qatnashib, duch kelgan masalalarni o'rtaq hal qilishini qo'llashga rag'batlantirdi. Buna par Amerika diplomati Devlet İşler Katibi Antony Blinken bu bayanatni e'lon qilishdan burun Jungo hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bunun 50 yıl burun ma'qullagan 27-58 numaralı kararını naql keltirib mundaq ko'rsatgan. Beijing Amerika'nın Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı qatnashishni qo'llash faoliyatlarini kengaytishiga qarshi turdi deb ko'rsatgan. Tayvanning andiza shakllari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qimmat qarashlari bilan birdek. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar katibi Davlat Mahkamasida rasmiy e'lon qilgan bayonotida bunday ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken Devlet Mahkemesi resmi e'lon qilgan bayonotida bunday ko'rsatdi. Amerika Tayvan ochiq-yo'riq kishilik huquqni hurmat qiladigan hamda qonun bilan davlat boshqarishni hurmat qiladigan shakllarni yo'lga qo'ydi. Bu shakllarning hammasi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qimmat qarashlari bilan birdek deb hesaplaydı. Tayvan bütün yer şarida yuqori fan texnika iqtisodining halqisidir. Shundaqla sayohatchilik, madaniyat va ma'rifning tugunidir. Biz, yani Amerika, yani nurg'unlagan Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo devletlar Tayvanni qimmatli sherikimiz va ishonchli do'stimiz deb qaraymiz. Devlet İşler Katibi Antony Blinken yana mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat misli ko'rilmagan murakkab yer shari xarakterlik masalalarga duch kelgan bir paytda eng muhim bo'lgani shuki, har qaysi manfaatdor taraflar bu masalalarni hamkorlashib turib hal qilishi kerak.